Diqqat xalqim, tezkor xabar. Ertadan boshlab kelgusi 10 kun davomida 16-avgustdan 25-avgustga qadar O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Ertadan boshlab kelgusi 10 kun davomida O'zbekistonda anomal jazirama issiq asta-sekin chekinadi va havo harorati yoz fasli uchun me'yoriy ko'rsatkichlarga pasayadi. Respublika bo'ylab havo asosan ochiq va quruq bo'lishi saqlanib qoladi. O'zgidromet xizmatlar ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston markaziy hududlar va Toshkent misolida 10 kunlik aniq prognoz. 16-avgust ertaga yakshanba kuni havo harorati kunduzi 37 daraja, kechasi esa 21 daraja. Havo holati quyoshli, shimoldan salqin shamol esadi. 17-avgust dushanba kuni havo harorati kunduzi 36 daraja, kechqurun esa 21 daraja. Havo holati musaffo va nisbatan qulay havo. 18-avgust seshanba kuni havo harorati kunduzi 36 daraja, kechqurun esa 20 daraja bo'ladi. Havo holati ochiq va quruq havo. 19-avgust chorshanba kuni havo harorati kunduzi 37 daraja bo'ladi, kechqurun esa 21 daraja. Havo holati iliq va kam bulutli havo. 20-avgust payshanba kuni havo harorati kunduzi 37 daraja, kechqurun esa 21 daraja. Havo holati barqaror, yozgi issiq. 21-avgust hafta kuni juma. Havo harorati kunduzi 37 daraja, kechqurun esa 22 daraja. Havo holati asosan quyoshli va issiq. 22-avgust hafta kuni shanba. Havo harorati kunduzi 34 daraja, kechqurun esa 21 daraja. Havo holati harorat sezilarli darajada pasayadi. 23-avgust hafta kuni yakshanba. Havo harorati kunduzi 34 daraja, kechqurun esa 21 daraja. Havo holati biroz bulutli va yoqimli salqinlik. 24-avgust dushanba kuni havo harorati kunduzi 32 daraja, kechqurun esa 17 daraja bo'ladi. Havo holati kuz nafasi, kechasi ancha salqin. 25-avgust seshanba kuni havo harorati kunduzi 38 daraja, kechqurun esa 19 daraja. Havo holati quyoshli va kunduzi qayta isiydi. Hududiy o'zgarishlar: Shimoliy viloyatlar, Nukus, Urganch. Ertaning o'zidayoq 16-avgust kuni salqin havo massasi birinchi bo'lib kirib keladi va harorat kunduzi +32 darajadan +35 darajagacha pasayadi. Janubiy viloyatlar Termiz va Qarshi hafta davomida jazirama fon yuqoriroq saqlanib turadi. Kunduzgi harorat +39 darajadan +42 daraja atrofida bo'ladi. Tungi haroratlar: oyning ikkinchi yarmiga xos ravishda kechalari havo harorati sezilarli darajada pasayadi. Kechqurun esa 17-12 darajagacha salqin bo'lishi kutilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.